Bazmdan keyin nima qilmoqchisizlar? Biz uyga ketamiz. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Umidxonim kompaniyamizning yangi chehrasi. Melis bilan ertalabgacha dars qilmoqchi eding shekilli. Ofarin singlim. Akajon, sizga aytmoqchi. Jim bo'l. Gapirma. Yangi kasbing muborak bo'lsin. Hozirroq ketamiz bu yerdan. Murod aka, tinchlaning. Sen bilan alohida gaplashamiz, domla. Umidxonim qayerga? Bazm endi boshlandi, qayerga ketyapsiz? Umidxonim kompaniyamizning yangi chehrasi bo'ldilar. Bugun shuni nishonlayotgandik. Aldab nima qildim? Umid bunchalikka boradi deb sira kutmagandim. Juda xursand bo'ldim. Barakalla. Oilamdan uzoq yur. Yaqinlasha ko'rma. Yur. Shuhrat kerakmidi oyim qiz? Mana senga mashhurlik. Xo'p, kutamiz. Rahmat. Taksi hozir kelyapti. Shart emas, yaxshiman. Qo'ysin-chi qizim. Kasalxonada bir tekshirib qo'yishadi, to'g'rimi? Boshim aylanyapti deyapsan-ku. Bu necha? 5. Voy, opam sonlarni unutibdi, oyi. Yo'q, jonim. Sumkamni olay. Qizim, shoshma. Tuzingsan, nima bo'lyapti? Tuzingman, o'tib ketdi. Men ham kiyinib chiqay. Shart emas, dadajon. Ayshin ikkimiz boraveramiz. Murodga ham qo'ng'iroq qilyapman. Bo'pti, bora qolaylik unda. Mayli. Qani, asta turchi qizim, xo'pmi? Ana shunday. Yaxshi. Bu nima qilganing? Sizga aytmoqchi edim, akajon. Qachon aytmoqchi eding? Qachon? Men ko'rgandan keyinmi? Ot ichaman. Sizga tushuntirmoqchi edim. Kenan degan yaramasga ermak bo'ldingmi? Esing joyidami, Umid?
Akajon, men ham bilmasdim, chin so'zim. Kenan uyushtirganini endi bildim. Yaramas sendan boplab foydalandi, ermak qildi. Nimang kam, Umid? Nimang kam, gapir. Nega bunday qilding? Yolg'on gapirish yarashdimi? Ha? Sendan so'rayapman, gapir. Siz uchun qildim. Oilamiz uchun. Bannerlar tayyormi? Tayyor. Bittasini Ashrafning do'koni ro'parasiga qo'yinglar. Qizining ahvolini bir ko'rsin. Gazetalarga xabar berdingmi? Hammasi tayyor, ertaga maqolalar chiqadi. Jurnallarda ham chiqsin. Qon yig'lataman hali. Oshirib yubormayapsizmi, og'a? Vazminroq bo'lsakmikin? Yana bilmadim-u. Aytganimni qil vassalom. Oyim qiz men o'ylaganchilik ma'suma emas ekan. Ya tavba. Shunday yashashni tanlagan bo'lsa, nachora sazasini o'ldirmaylik. Uydan chiqayotganda kiygan liboslaring qani? Sumkada qoldi. Fıratda. Tezroq borib almashtir. Uydagilarga Melisnikida deyman. Labbay Feliz. Ishlaringiz bitgan bo'lsa aytmoqchi edim. Kasalxonadamiz. Selinga qilib tushdi. Nima? Nega yiqiladi? Ahvoli qalay? Xo'p, hozir boraman. Qaysi kasalxona? Tinchlikmi? Selin yiqilib tushibdi. Kasalxonaga ketyapman. Akajon, men ham boray. Shu ahvoldami? Qarshilariga shunday chiqmoqchimisan? Yur. Ushla. O'tir. Esra. Umid senikiga ketyapti. Bugun uyingda qolsin. Hozir taksiga o'tkazdim. Bo'pti, ko'rishguncha. Singlimni Beyko'ga yetib qo'ying. Ehtiyot bo'l. Ha, yaxshi, xudoga shukr. Miyasi chayqalmabdi. Yo'q, ovora bo'lma. Ana, akam ham keldilar. Bo'pti, omon bo'l. Xullas, hammasi aytganimdek bo'ladi. Mahallada asta-sekin gap tarqatasizlar. Qarabsizki, xaridor qochib, uylarning narxi tushadi. Vaziyatdan unumli foydalanib, puli zarur odamlardan arzon garovga uylarni sotib olamiz va bir muddat ushlab turib, qimmat bahoda sotamiz. Xo'sh, xizmat haqqimiz nima bo'ladi? Aytganimni qilaver. Bu yoqga men turibman. Kelishdik. Yaxshi, sizlarga ishondim. Barakalla, omon bo'linglar. Kamida Kenanning pulini chiqarib olaman. Yarashdikmi? Qanday yiqilib tushding? Tushuntiribroq gapir. Oyog'ing toyib ketdimi? Yiqilib tushdi deb kim aytdi? Birji bilan tortishayotgandik. Konsertning chiptalari sumkamga tushib qoldi. Ko'rgach, jahli chiqib ketdi. Menga tashlanib qoldi. Qochishga urindim. Quturib, meni zinadan itarib yubordi. Shunaqami? Yo, tavba.
Yaxshilikcha so'rayapman, javob ber. Chiptalar sumkangda nima qilyapti? Javob berishga majbur emasman. Qo'y vaqt qo'limni. Xudo shifo bersin. Selinga salom aytib qo'ying. Ha, keldi. Shu yerda. Xo'p, akajon. Tushundim. Seni so'radi. Hali ham jahli chiqyaptimi? Uydagilar boshqalardan eshitmasidan ertaga ertalab gaplashib olamiz dedi. Rahmat. Yoqimli ishtaha azizam. Tashakkur azizim. Umut, aqlli qizsan. Nega oqibatini o'ylamading? Shartnoma ham imzolabsan. Kim bilsin nimalar yozilgan ekan unda. Bir og'iz so'rasang bo'lardi-yu. Ehtimol o'zing istamagan ishlarni qilishga majburlashar. Nega unday qilding? Nima kaming bordi tushunmadim. Bo'ldi, o'tgan ishga salovat. Bas qil. Qanaqa yaramas odamsan? Hamma yoqda hozir u nozir. Tinchlaning kichik xonim. O'zingizni bosing. Taklif berilgan, siz uni qabul qilgansiz. Hech kim majburlamadi-ku. Balki esingizdadir. Senga o'xshaganlar uchun puldan ulug' narsa yo'q degandingiz. Biz ham haqqingizni berdik, hisob-kitob qildik. Xullas kalom, katta gapirmang xonim. Ali. Og'angga nima qildi? Shunaqangi jazavaga tushdiki, onajon. O'zini qo'ygani joy topolmayapti. Bechora qizni azoblayapti. Ana, kelishganga o'xshaydi. Ha? Keldinglarmi, qizim? Qani kiraqo. Kiraqo bolajonim. Qalaysan? Ancha tuzukmisan, qizim? Yaxshiman, bobojon, Xudoga shukr. Bunaqa turma, qizim. Xonangga chiqib damingni ol. Xudo shifo bersin, Murod og'a. Rahmat, Jengiz. Selen shoshmay tur, yordamlashib yuboraman. Ozgina dam ol, xo'pmi? 100 marta aytganman. Zinaga ehtiyot bo'linglar. Oyog'ingiz toyib yiqilasiz deb. O'zi yiqilmabdi, dada. Bu nima deganing? Selen o'lishi mumkin edi. Sen qamalib ketarding. Esing joyidan birji. Nega zinadan itarding? Yo'q, oyi, nimalar deyapsiz? Buvijon. Jim bo'l. Juda soz. Demak, sizlarni aldabdi-da. Birja itarib yubordi dedimi? Selen! Bo'ldi. Keyin gaplashamiz. Jengiz, qo'yavering. Bu uyda hali hech kim bunchalikka bormagandi. Buvijon. Jim tur, bolam. Hamma shundoq ham asabiy, gapirma.
eshitaman. Bo'shmisan? Nima qilding? Esra opamnikidaman. Akamni rosa jahli chiqdi. Ertaga dadamga aytib berarmish. Oldinroq aytganingda yaxshi bo'lardi. Akang bilan gaplash. Nega bunday qilganingni ochiq-oydin ayt. Shuncha gapdan keyin kredit uchun qildim deya olmayman. G'ururiga tegadi. O'zim pishirgan osh, o'zim ichaman. Bu sir oramizda qolsin. Iltimos. Xo'p. Xayrli tun. Shunaqa ham bo'ladimi? To'g'ri, gap talashishadi, tortishishadi. Tushunaman, chunki ikkisi ham yosh. Ammo zinadan itarib yuborish. Birji albatta jazolanishi kerak. Agar ota-onasi hech narsa qilmasa, o'zim adabini beraman, unutmang. Qizimni ko'chadan topib olmaganman. Tinchlan, Feliz. Tuzukmisan, qizim? Boshing aylanmayaptimi? Qani, yota qol. Yot. Opang biroz dam olsin, xo'pmi? Xo'p. Yaxshi. Opa, yiqilayotganingizni ko'rdim. Birji opa itarmadi-ku. Bu nima deganing? Ko'rdim deyapman-ku. Adashyapsan. Qanaqasiga adashaman? Qani bunday o'tirchi. Menga qara. Agar buni uydagilarga aytsang, oyim qattiq xafa bo'ladi. Dadam bilan urushib ketishadi. Bobom yana kasal bo'lib qoladi. Kasalxonaga ketadi. Shuni xohlaysanmi? Ammo Birji opamchi? Bobom yana kasal bo'lishini istaysanmi, jon? Unda hech kimga aytmaysan, xo'pmi? Hech kimga. Kelishdikmi? Bobomni o'yla, ukajon. Uni yaxshi ko'rasan-ku axir. Birji, tepaga chiqib hammadan birma-bir kechirim so'ra. Yo'q, oyi. Meni uydagilarni Felizni oldida qanchalik noqulay ahvolga solganingni bilasanmi? Nega tushunmaysiz, oyi? Unday qilganim yo'q. Nega ishonmaysiz? Gaplarimga quloq solmaysiz? Birji, iltimos chiqib uzr so'ra. Qilmagan ishim uchun aslo uzr so'ramayman. Menga baribir. Hozir tepaga chiqib kechirim so'raysan. Oldimga tush. Tinchlikmi, nima qilyapsan, Aysha? Siz aralashmangiz. Xato qilgan javobini ham beradi. Siz ham menga ishonmaysizmi, dada? Yur, Birji. Yur deyapman senga. Qo'yib oling, oyi. Aysha, o'zingni bos. Qo'yib oling. Tezroq yur. Yaramas qiz. Hozir hammadan uzr so'raysan, Birji. Selen, Birji sendan kechirim so'raydi. Men itarib yubordimmi yoki o'zing toyib ketdingmi? Gapirsang-chi. To'g'ri tortishayotgandik, keyin yiqilib tushdi. Birji, bizga baqirma. Oyi, boshim og'rib qoldi. To'g'risini aytsang-chi, Selen, nega indamaysan? Javob ber. Birji. Bas yetar. Birji, o'zingni bos. Hoziroq uzr so'raysan. Aslo. Ikki dunyoda ham so'ramayman. Jahlimni chiqarma. Aysha, qo'ysang-chi. Qilgan bo'lsa tan olardi. Birji yolg'on gapirmaydi. Demak, meni qizim aldayotgan ekanda. Selinni bilmayman, ammo meni qizim yolg'on gapirmaydi.
Yarim kechada qayerga ketishdi ekan? Xavotirlamang oyijon. Bir aylanib kelishadi. Tuzukmisiz bobojon? Kasalxonaga ketmaysizmi? Yaxshiman. Bor yotib uxla. Ertalab vaqtli turasan. Xo'p, xayrli tun. Yaxshi dam ol. Xayrli tun. Bo'pti qizim. Sen ham yotib damingni ol. Men ikkisini nomidan uzr so'rayman. Nachora, boshimizda shunaqa kunlar ham bor ekan. Katta xotinlar janjallashib, to'polon chiqarsa, uni ko'rgan bolalar bir-birini turtib surtadi. Bu qaytar dunyo. Hamma ekkanini o'radi. Nima deysan? Bir kecha turasak bo'lar? Qoyil. Shu bahona ota bola yolg'iz qoldik. Oyoqlaringni bemalol uzatib o'tiraver. Dada. Bilasizmi, sizga aytadigan muhim gapim bor. Bugun gaplashadigan holim yo'q o'g'lim. Xayrli tun. Yaxshi dam oling. Bugun uyda qolsangiz bo'lardi, Ashraf bey. Tuni bilan uxla olmadingiz, u yoqdan bu yoqqa ag'darildingiz. Xayrli tong. Yaxshimisan qizim? Jingizga qo'ng'iroq qildingmi? Do'konda yotishibdimi? Ha, o'sha yerda uxlashibdi, o'rindiqda. Birjani maktab kiyimlarini olib ketyapman. O'qishdan qolmasin. Mayli. Ko'rishguncha. Yaxshi bor. Qizingizga hadeb xo'mrayavermang, Ashraf bey. Ayshen bilan Isra opa-singil vaqti kelib yarashib olishadi. Avval ular yarashadi. Keyin birji Selendan uzr so'raydi. Hech kim haddidan oshmasin. Keriman. Jengizga do'kon ochib, boshqalarning haqqini yeb qo'ymadimmi? Esra mendan qattiq ranjidi. Nega unday deysiz, dadasi? Hammasi joyida. Esrani o'sha paytidagi ahvolini bilmasdingiz-ku. Hafta oxirigacha o'zingga boshqa joy top. Og'a, quloq soling, senga boshqa gapim yo'q. Bora qol. Selen maktabga bormadimi? Bugun jo'natmadim.
Nega telefonimga javob bermadingiz? Necha marta qo'ng'iroq qilib sira tusha olmadim. Eng zarur paytda. Eshitmabman, Felis. Shovqin joy ekan. Umutni ko'rib, o'zimni tutolmay qoldim. Nima? Umut Melisnikiga ketgandi shekilli. Unaqa emas ekan. Kenanning kompaniyasida reklama yuzi bo'pti. Tasavvur qilyapsanmi? Jinni bo'lay dedim. Kasalxonaga ketishda uni Esranikiga jo'natdim. Dadam eshitdilarmi? Bugun aytaman. Murod, Kenanga o'xshagan odamlarga kuchimiz yetmaydi. Lekin kurashishimiz shart, Felis. Nachora. Bo'pti, ishga ketdim. Bugun nima qilmoqchisiz? Bozorga borasizmi? Ha, albatta boraman. Oyi, multfilm ko'rib o'tirsam bo'ladimi? Voy qoqajon, ketishimni kutib turibsanmi? Eshitaman, Figen. Xo'p, shunday qilamiz unda. Kelishdik. 1 soatda boraman. Xayr, ko'rishguncha. Figen boshliq bilan ko'rishdan oldin bir finjondan qahva ichaylik deyapti. Qancha maosh so'rashimni bilish uchun qilyapti buni. Xudo xohlasa ishga kirdim. Umutmi? Kiyinayotgandi, hozir tushadi. Nonushta qilib olsin. Men ham shunday dedim, ammo borib tezroq uydagilar bilan gaplashganim yaxshi deyapti. Bittagina ish qilganding Umut. U ham xato bo'ldi. Nachora, javobini berasan. Ertalabdan tinchlikmikin? Dada? Uxloldingmi? Lekin baxtli edim. Hayli tong. Xush kelibsan. O'tir, nonushta qilamiz. Birjiya maktab kiyimlaringni olib keldim. O'qishdan qolma. Indamay ketaveramanmi? Birjiya. Mayli, kecha qolmay. Qornim to'ydi. Maktabdan chiqib uyga bor, xo'pmi? Bugun Esra xolamnikida qolaman. Menga achchiq qilyapti, ko'ryapsizmi? Jahl qilyapti. Senga tortganda, Qaysar. Qo'yaver, ozgina gaplashdim. Voqea sen o'ylagandek bo'lmaganmish. To'g'ri, zina og'zida tortishibdi. Selen birja konsertga bormasin deb chiptalarini berkitib qo'ygan ekan. Sir fosh bo'lgach, dovdirab, oyog'i toyib ketibdi. Bechora qizni qattiq ranjitding. Nima qilishga ham hayronman, Jengiz, boshim qotdi. Kenan Yenarning yangi mahbubasi Umut Qoraxonli Yenar kompaniyasini reklama yuziga aylandi. Bazm davomida ikkisi bir-biridan ko'z uzolmay o'tirdi. Tushunmadim. Qanaqa reklama, qanaqa yuz, Jengiz? Kenan, yaramas Kenan. Akamga qo'ng'iroq qiling, tezroq. Qo'ng'iroq qiling. Bo'la qoling. Og'a, bugungi gazetalarni ko'ring. Ha, olib bir qarang.
Sen qat'iyatli qizsan, Esra. Hech ham shikoyat qilmagansan. Yiqilib biror joying og'risa ham yig'lamasding. Oramizda rosa yig'loq odam bor edi-da. Menga navbat bermasdi. Balki siz o'ylaganchalik kuchli emasdirman. Kuchlisan. Oralarida eng kuchligi sensan. Tuni bilan uxla olmadim. Qaniydi ahvolingni bilganimda albatta javob beraman, qizim. Jigarimning bir parchasini qanday voz kechaman? Tushundim. Do'kondagi ishlar asta-sekin iziga tushyapti. Orif bilan bir maslahatlashib ko'r. Nima qilishingiz mumkin? Oilaviy biznes degandek, keyin bir qarorga kelarsan, doim yoningizdaman. Jengiz o'g'lim bo'lsa, Orif ham bolam. Bilaman, dadajon. Ovora bo'lmang. O'zimiz bir amallaymiz. Orif bozorda limon sotyapti. Men ham ish beruvchi bilan uchrashmoqchiman. Bizdan xavotir olmang. Barakalla, qizim. Matonatingga tasanno. Ammo taklifimga yo'q dema. Dada, aytyapman-ku, bugun uchrashuvim bor. Tezroq ketmasam kechikaman. Alloh ishingni o'ngidan qilsin, qizim. Kechqurun hamma yoqqa qo'yib chiqdik. Ha, ko'rdim. Narator. Kelambey. Xush kelibsiz. O'zim ham sizni kutib turgandim. Marhamat, o'tiring. Bu nima? Tushunarli. Gazetani ko'rib jahlingiz chiqqan. To'g'risi menga ham yoqmadi. Yaxshi ish bo'lmabdi. Nachora raddiya e'lon qilishadi. Vassalom, masala hal bo'ladi. Singlimni tinch qo'y. Reklama mashmashasini ham yig'ishtir. Uzr, reklama masalasida mendan ranjimang. Singlingiz Erxanbey bilan kelishgan, men bilan emas. Kenanbeyning gapi to'g'ri. Umid xonimni men kashf etdim. Mashhurlikni yaxshi ko'rar ekan, niyatiga yetdi. Bu masalada men yordam bera olmayman. Marhamat. Senga oxirgi marta aytyapman. Boshqa ogohlantirmayman. Oilamni tinch qo'y. Forminglar. Salom. Salomat bo'ling. Bechoraga og'ir bo'ladi. Hali ko'rmagani aniq. Qizi yuzini yerga qaratdi. Eshitaman, opajon. Qayerdasan? Bu nima qilganing? Esing joyidami? Hayot meniki. Nima qilishni o'zim bilaman. Seni hayoting. Lekin bizni ham o'ylasang bo'lardi, Umid. Opa qo'ying, shunda ham kayfiyatim yo'q. Keyinroq gaplasharmiz. Xayr.
Surati juda ham chiroyli chiqibdi. Xudo baxtini bersin. Qarang, kuyovingiz bilan tushgan surati ham bor ekan, Ashraf bey. Kuyov qilsangiz bo'lar ekan deganimda yo'q degandingiz. Mana natijasi. To'y kuni ma'lummi? Gap ko'paymasdan tezroq to'yni o'tkazing. Sentyabrdan beri uchrashib yurishar ekan-u. Shunday deb yozishibdi. Mayli, borib Keriman xonimdan ham suyunchi olay. Yaxshi qoling. Dada. Dada, sizga aytmoqchi edim. Hammasini bir boshdan. Men bu qizni tanimayman. Umidim emas u. Qizim uyda dars qilyapti. Dada. Qo'ysangizchi egachi, siqiladigan nima bor? Yoshlar uzukka ko'z qo'ygandek bir-biriga mos. Oling oyijon. Qarang bujon, unchalik yomon emas. Juda chiroyli chiqibdi. Bas qil, Selen. Ko'z tegmasin, nabirangiz ham go'zal ekan. Bu ham tinch yurmagandir. Selen, mabodo darsing yo'qmi? Qani, xonangga jo'na. Bora qol. Oyijon, nima bo'ldi? Tuzug'misiz? Yaxshiman qizim, Xudoga shukr. Hammasi joyida. Umid juda ochilib ketibdi. Kuyov bilan suratini yonma-yon chiqarishibdi. Baraka topishsin. Ko'rinishdan yaxshi odam, Jengizga o'xshab har xil o'yinlar qilmaydi. Nega siqilyapsiz? Bugun quvonadigan kuningiz. Nega bu xotin yig'layapti, tushunmadim. Xavotirlamang oyijon. Umid kelgach nima gapligini bilib olamiz. Shunday deysan, o qizim, dadang ko'rib qolsa-chi? Allaqachon ko'rdi. O'zim ko'rsatdim, xotirjam bo'ling. Malohat xolajon, sizni ham ko'p vaqtingizni olmaylik, maylimi? Dardimiz bilan bo'g'ilib qolmang. Bu nima deganing, qizim? Gaplashib o'tiribmiz-da. Bo'pti, menga javob. Cholim kutib qoldi. Yaxshi o'tiring, egachi. Yana kelib xabar olarman, Xudo shifo bersin. Bilaman, mendan jahling chiqyapti. Nachora chidaysan, ering-ku axir. Mayli, yaxshi qolinglar, menga javob. Xayr. Demak, hali ham ishlab yuribsanmi? Ha, tuzukroq ish chiqmayapti. Bo'pti, qo'yaver. O'zingda nima gaplar? Esra, nima deyishga ham hayronman. Qahvaxonaga chaqirganimning sababi ham shu. Tushunmadim. Ochiqroq gapir. Qanday aytishni ham bilmayapman, biroq bugun suhbatga borganingda rad javobini eshitsang, mendan ranjib yurmagin, xo'pmi? Tushunmadim. Balki xabaring yo'qdir, ammo birorta ham yirik kompaniya seni ishga olmaydi. Nega endi? Qanaqasiga? Kenan Yenar hammasiga buyurgan. Hech kim u bilan o'chakisha olmaydi. Meni to'g'ri tushun, aniq sababini bilmayman. Aytib qo'yish esa burchim. Aytmasam bo'lmasdi. Rahmat, yaxshi qilding. Bilganim yaxshi bo'ldi. Katta rahmat. Nima gap hali? Mashina tayyormi? Og'a, Jengizga qarzi borligini eslatib qo'yamizmi? Shoshma. Qo'yaver. Kechiktirsin. Bizga shunisi ma'qul. Hali ko'rasan, do'konni albatta sottiradi.
Qo'lidan kelarmikin? Eplolmaydi. Sottirishga urinib boshi baloga qoladi. Eshitaman, Esra xonim. Sizni sudga beraman, Kenanbey. Bu yurtda haq bor, huquq bor. O'zingizni kim deb o'ylayapsiz? Esra xonim, uzr, sal toliqqanman. Nima demoqchisiz tushunmadim. Odamlarni qo'rqitib men bilan ishlashlarini taqiqlabsiz. Bu ishingiz og'ir jinoyat, Kenanbey. Haddingizdan oshib ketdingiz. Bu ham yetmaganda singlimni ermak qilibsiz. Hammasi uchun hali javob berasiz. Demak, menga beradigan savollaringiz bor. Juda soz. Mayli, roziman. Istagan narsangizni so'rang. Qiziqqan masalalaringizni surishtiring. Men javob beraman. Xo'pmi? Alo, Okan, qalaysan? Meni qo'y, o'zing qalaysan? Yiqilib tushganmisan? O'zim yiqilmadim. Birja yetarib yubordi. Mayli, qo'yaver. Konsert masalasida gaplashib olmoqchi edim. Yo'qsa Birja ustimdan mag'zava to'kadi. Mendan eshitsang yaxshiroq bo'lardi. O'qishdan keyin biznikiga kirib o't. Gaplashib olamiz. Bashirasini ochib tashlayman. Qo'ysang-chi. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Xayr. Selim bilan gaplashgandim. Birja itarib yubordi, deyapti, to'g'rimi? To'g'rimi? Juda soz. Ha, itarib yubordim, afsuski o'lmadi. Yanagi safarga qoldi. Bo'pti, boraver. Hozir chiqaman. Mashinani tayyorlab turaman. Kimlarni ko'ryapman, kichik xonim, xush kelibsiz. Qanaqa yaramas odamsan, a? O'sha xabarlarni sen yozdirdingmi? Qanaqa xabar? Ma'shuqang ekanim haqida yozilgan xabar. Razil ekansan. Mendan foydalanib sharmanda qilding. Nega endi? Mashhur bo'lishni istagan, kamera qarshisida turgan sen eding. Kameraga jilmayib, har xil shaklda suratga tushgan ham o'zing. Men ularni ishlatdim, xolos. O'sha taklifga nima uchun rozi bo'lganimni bilmaysan. To'g'ri. Nimani ham tushunarding? Sadqaga odam ket. Puling bilan qo'shmazor bo'l. Yaxshimisiz, o'g'lim? Salom, xush kelibsizlar. Marhamat, o'tiringlar. Yaxshi keldinglarmi? Shu mahallada uyimiz bor, o'g'lim. Anchadan beri sotmoqchi bo'lib yurgandik. G'alati gaplar eshitdik. Narxi tushib ketishi mumkinmish. Shunga fursatni qo'ldan chiqarmay sotsak degandik. Siz Ashraf Beyning kuyovi ekansiz, ha? U kishiga ishonamiz. Ayolim ikkimiz Cengiz Bey bir surishtirib ko'rsin degandik. Bo'ldi, tushundim. Albatta yordam beraman. Ozgina ishim bor. Xat jo'natayotgandim. Shuni bitirib olay, bafurja gaplashamiz. Uy qaysi tomonda edi? Orqa ko'chada. Murat usta, nimalar bo'lyapti? Ashraf dada Umut opani bu holda ko'rib qizarib ketdi. Yer yorilmadi-yu, yerga kirib ketmadi. Baqirayib qoldi bechora. Hech kimga ko'rsattirmayapman. Usta, odamlarga aytay, tomosha qilishmasin. Nari turinglar. Bu yerda maymun o'ynatyaptimi?
oyijon, jilla qursa siz ishoning. Yozilgan narsalarning hammasi tuhmat. Chin so'zim. Mayli qizim, siqilaverma. Seni yaxshi bilaman-ku bolam. Dadang ham bir necha soatdan beri xonasidan chiqmay o'tiribdi. Uyga kela qol qizim. Xo'pmi? Qizalog'im. Ertalabdan beri o'tirgani joy topolmayapman. Nayrang tuzog'iga ilinibsan-da bolam. Qo'rqma. Hech kimga xafa qildirib qo'ymayman seni. Doim yoningda bo'laman. Xo'pmi, assalam. Yaxshi ko'rgan do'lmayini pishirib qo'ydim. Qachon kelasan? Bo'pti, hozir boraman. Kelishdik bolajonim. Ko'rishguncha kutaman. Ashraf bey, meni qo'rqitmang dadasi. Bir necha soatdan beri qimirlamay o'tiribsiz. Qon qilib yubordingiz-ku. Og'rib qolmang yana. Qandingiz oshib ketadi. Qon bosimingiz ham. Unday qilmang, iltimos. Ko'p ham siqilavermang dadasi. Umid bilan hozir gaplashdim. Kelayotganmish. O'zi bor gapni bizga aytib beradi. Bekorga xafa bo'lmang. Iltimos. Bardam bo'ling Ashraf bey. Men uchun dadasi. Ovqat beraymi? Qorningiz ham ochgandir. Birje, shoshma. Birje, xato qilganimni bilaman. Aslida unday demoqchi emasdim. Selinning gapini eshitib, Sen ham onamga o'xshab unga ishonding. shoshma. Gapimni eshit. Balki eshitmaganim ma'quldir. Yo tavba. Nima gap ukan? G'irt tentak ekanman. Galvars. Xo'sh. Qulog'im sizda, Kenan bey. Marhamat, o'tiring. Yana ozgina qoldi. Seni ham rosa qiynadim-da, o'rtoq. Yo'q. Ishga chaqirmaganingda uyda bekoram o'tirgandim-ku. Qani yura qol. Marhamat, dasturxonga qarang. Bu yerga ovqatlangani kelmadim, Kenan bey. Tushunarli. Unda qulog'im sizda. Ishga kira olmayotganimning sababi siz ekansiz. Singlimni reklamaga aralashtirdingiz. Bu ham yetmagandek bechoraga tuhmat qildingiz. Javobingizni eshitishga qiziqyapman. Esra xonim, mayli, ochig'ini aytaman. Juda ham aqlli ayolsiz. Bugun Murodbeyga ham aytdim. Men emas, Umid xonim yonimga keldi. O'z ixtiyori bilan suratga tushdi. Gazetadagi xabarlar masalasiga kelsak, to'g'ri, yaxshi emas. Ularga e'tirozimni bildirdim. Sizga kelsak, ha,
yo'lingizga to'g'anoq bo'ldimi? Chunki faqat men bilan ishlashingizni istayman. Sizga o'xshagan bilimli, tutgan joydan kesadigan advokatga juda ham muhtojmiz. Kompaniyamiz yuridik bo'limi boshlig'i lavozimiga taklif qilaman. Evaziga istagan narsangizni beraman. Hammasiga roziman. Taklifimni qabul etsangiz bo'lgani. Sen ham berasan. Nima? Quruq qutulmoqchimisan? Bu bozorda ishlagan hamma tovon to'laydi. Tushunmadim. Kimsan o'zi? Nega senga pul berar ekanmiz? Bo'ldi, gapni ko'paytirma. Shoshma o'rtoq. Bir daqiqa. Bekor aytibsan, arzimagan chaqa uchun tinmay ishlayapmiz. Duch kelgan odamga pul berib qo'ymaymiz. Meni yaxshi tanimaysan shekilli. Ha? Unda o'zingni tanishtir. O'rtog'ingga tanishtirib qo'y. Yana burni qonamasin. Aks holda boshqacha gaplashib qo'yamiz. Tushuntira oldimmi bola? Kim bu o'rtoq? Bozorning zo'ri. Arzimagan pul bersang ketardi. Jahlini chiqarding. Hech narsa bo'lmaydi. Bo'sh keladigan anoyi yo'q. Yura qol o'rtoq. Aybga buyurma. Tunu kun adashib, seni daftaringni sumkamga solibman. Chiptalar o'shaning ichida ekan. Mana buni olib qo'y. Yo'q, qo'ysang-chi. Chiptaga kuyib qolding-ku. Qo'yaver. Sendan boshqa narsa so'ramoqchiman. Faqat to'g'risini ayt. Birja bilan konsertga tushmasin deb chiptalarni ataylab oldingmi? Ha, shunday qildim ukan. Tushunmadim. Nega unday qilding? Xabarim bor, sen bilmaysan. Balki g'irt ahmoq deb o'ylarsan. Menga yoqasan, ukan. Javob berishing shart emas. Munosabat bildirishing ham. Bilib qo'ysang bo'lgani. Senga befarq qara olmayman. Oy. Uzr. Umut kelmadimi? Yo'q, hali kelmadi. Ammo kelib qolsa kerak. Kelaman dedi-yu. Birja qayerda qoldi? Esra xolasinikida qolarmish. Ayshen, qizim, ko'p ham cho'zaverma. Ko'ngliga yo'l top, tezroq yarash, xo'pmi qizim? Dadaydan xavotirdaman. Kasal bo'lib qolmasa edi ish qilib. Chunki birortangiz ham tinch emassizlar. Birjaga ayt tezroq qaytsin. Baribir kelmaydi oyijon. Qaysaru bilasiz-ku. Ayshen, bu nima deganing? O'zicha ish qilaveradimi? Bolaga sal qattiqroq turish kerak. Hamma bolasiga o'z bilganicha tarbiya beradi, Filiz. Shu yoshdan o'zboshimchalik qilish yaxshimi? Basharti xato qilgan ekan, javobini ham berish kerak-da. Balki Birjaning gapi rostdir. Chindan ham Selenni itarmagan bo'lsa-chi? Chiqib qaraychi, umid kelganmikin. Filizdan so'rang oyijon, chunki keliningiz juda bilag'on.
jon, kuchugini qayerdan topding? Yo'lda yurgan ekan, adashib qopti. Mashina urib ketay dedi. Qorni ham och. Shoshmang, pochcha, tegmang, sizni tanimaydi. Voy qo'lim! Nonko'r ekansan. Yaramas nonko'r quturdim. Ayshin! Xotin! Ayshin! Shu yerdamisan? Tinchlikmi? It qopib oldi. Qara. Vahimangiz qursin, sal tishlabdi. Qonayotgani ham yo'q. Jangiz namuncha borib sovunlab yuving, hech nima qilmaydi. Quturib qolsam nima bo'ladi? Nega quturarkansiz? Mushukka o'xshab deydi, qilavermang. Mayli, kulaver, eringni ustidan kul. Ana u tomon ketib qolsam, Jangiz deb qidirib qolasan. Qopag'on itni qayerdan topa qoldingiz? Jangizda axir. Janga aytinglar, bog'lab qo'ysin. Uyga o'sha olib kelibdi. Uni qamab boqamiz. 10 kun kuzatamiz. Qani o'tib ketsin. Nega o'parkanman? Borib sovunlab yuvib tashlang. Bitta it yetmay turuvdi. Qaroringizdan sira ham afsuslanmaysiz, Esra. Xudo xohlasa, hali ham shuni o'ylayapman. Eng yomon qaror ham betayinlikdan tuzukroq. Xotirjam bo'ling. Sira adashmadingiz. Shu atrofda to'xtatib yuboring. Mayli, kelishdi kunda. Rahmat. Omadimizni bersin. Kenanbek bitta iltimosim bor. Bir muddat siz bilan ishlayotganimni hech kim bilmasin. Oilamizdagi shuhratingiz ma'lum. Mayli, ixtiyoringiz. Oldingizga yonib kelganda muloyimgina bo'lib qaytdi. Nima dedingiz? Qanday ko'ndirdingiz? Istagan narsasini aytdim. Esradagi boylikka hirs nafaqat o'zini, balki oilasini ham kuydiradi. Xush kelibsiz, xolajon. Sen ham xush kelibsan. Birja opam vaqtincha biznikida yasharmish. Shunaqa uyda vaziyat chatoqroq. Bo'pti. Kiyimimni almashtirib chiqay, keyin gaplashamiz. Tashqaridami deysiz? Ha, bozorda edim. Telefoningni olmaganingdan so'ng Didamni birjaga qoldirdim. To'g'ri, telefoningizni ola olmadim. Qo'ng'iroq qilibsiz. Mayli, borib kiyimingizni almashtiring. Ovqatlanamiz. O'zing nimalar qilding? Uchrashuv qalay o'tdi? Uchrashuvmi? Juda yaxshi. Ishga kirdim. Ertadan boraman. Yashasin. Endi bemalol multfilm ko'raman. Qaqajon, qani bu yoqqa yurchi? Mashinadan tushib kelayotganingni ko'rdim. Uchrashuv cho'zilib ketdi. Shunga yo'l-yo'lakay tashlab ketishdi. Borib yuvinib oling. Murod, dasturxon tayyor o'g'lim. Hozir umidam keladi. Qorning ham ochib ketgandir. Ishtaham yo'q, oyijon. Unday qilma o'g'lim. Nega endi? Umrimda bunchalik uyalganimni esla olmayman. Nimasi kam edi? Pulga muhtojmidi? Gapini ikki qilmadik. Mahallada bosh ko'tarib yura olmay qoldim. Dadamni ham boshi egildi. Kenan yaramasning jazmani ekan degan mishmishlar yuribdi. Nima qilay endi?
boshimni qaysi toshga uray? Men qadrlagan singlim shumi? Ha, shu. Juda ham qadrli u. Aks holda bunchalik achchiqlanmasding, to'g'rimi? Umid kelmadimi? Yo'q. Hozir keladi, yo'lda bo'lsa kerak. Albatta keladi. Sizlardan bitta iltimosim bor, Ashraf bey. Umid qizingiz. Murod. Umid singling. Aytmoqchimanki, kelgach yotig'i bilan so'raylik. Nega unday qilgan? Uni sababi nima? Biror dardi bo'lsa kerak. Oyjon, nima dardi bo'lishi mumkin? Hovliqma o'g'lim. Hali yosh. Tomirlarida qon jo'shib oqyapti. O'zing yosh bo'lmaganmisan, bolam? So'ramasdan nima gapligini qayerdan bilamiz, to'g'rimi? Ashraf bey, 40 yillik xotiningizman. Murod, seni onang bo'laman. Agar meni ozgina bo'lsa ham qadrim bo'lsa, Oyi, shunchagina. tushundim. Kameraga jilmayib, har xil shaklda suratga tushgan ham o'zingiz. Men ularni ishlatdim xolos. Nimasi kam edi? Pulga muhtojmidi? Gapini ikki qilmadik. Mahallada bosh ko'tarib yura olmay qoldim. Dadamni ham boshi egildi. Kenan yaramasning jazmani ekan degan mishmishlar yuribdi. Tuzukmisan? Qanaqasiga tuzuk bo'lay? Yaramas. Yana ustimdan kuladi. Qalay, yoqdimi? Ko'ngling to'ldimi? Gapir. Ming la'nat, nafratlanaman sendan. Nima istaysan o'zi mendan? Nima yomonlik qildim senga? Gapir, vijdonsiz. Nima qildim? Qara. Chiroylimi? Go'zalmi? Javob ber, yaramas. Gapirsang-chi, shayton. İflos! Xudo olsin seni.
Ali yordamlashvor. Och eshikni. Javob bermaysanmi? Eshitaman. Umid senikidami? Kelaman degandi. Qo'ng'iroq qilsam olmayapti. Bu yerda emas. Yaxshi. Birji nima qilyapti? Cho'kkimiz, ovqatlanyapmiz. Gaplashsam bo'ladimi? Onang-ku axir. Labbay. Menga qara Birji. Qochib, arazlab uzoqqa bora olmaymiz. Iltimos uyga qayt. Unaqasi ketmaydi. Eshityapsanmi? Xo'p, tushundim. Omon bo'ling ko'rishguncha. Darslarimni so'rayaptilar. Birji, onangni fe'lini yaxshi bilaman. Shuning uchun ham urushib qolganmiz. Ammo u seni juda ham yaxshi ko'radi. Men ham yaxshi ko'raman. Uyiga tashlab ketamizmi, og'a? Shu ahvolda tashlab ketsak bo'lmas. Biznikiga qayda. Jan, bo'ldi o'g'lim, ichkariga kir. Olib qolamizmi, dada? Olib qolamiz. Ko'rdingmi? Aytgandim-ku senga. Dadamni kutib tur deb. Xabar bormi? Isranikiga ham bormabdi. Jan, itni orqa tomonga bog'lab kel. Tezroq bo'la qol. Uzoqroqqa bog'lab qo'y. Quturgan it bo'lmasin tag'in. Nimalar deyapsan, Jengiz? Bu kishini jonlari paxtadan. Keyin Jengiz degan odam bo'lgan deb yurmang. Jiddiy bo'la olasanmi, Jengiz? Ha? Shunaqa vaziyatda ham hazil qilasanmi? Qanaqa bezbetsan? Qizing arazlab yuribdi. Qaynisingling yo'q, sen esa hamon maynavozchilik qilyapsan. Esingni yig'ib ol, Jengiz. Qizim nohaqlik bo'ldi deb arazlayapti. Unga ishonaman. O'rnida bo'lganimda men ham shunday qilardim. Umid katta qiz. Nima qilishni o'zi biladi. To'g'ri bo'ladimi, noto'g'rimi? Nima xato qildi? Nega jig'ibiyron bo'lyapsiz? Reklamada chiqmoqchi bo'ldi, bu ham ixtiyori. Gazetada chiqqan xabar tuhmat. Kenan yaramas aytmadimi? Yana nima gap, og'a? Nima gapligini bilasanmi, Jengiz? Gap o'zingni tutishingda. Tinmay valaqlashni bas qil. Hamma narsaga achchiqlanaversangiz ayb mendami, og'a? Aqlli ekansan, nega kelding bu yerga? O'ylab gapiring, og'a. Shoshmang. Kim bu qiz? Ashrafning qizi. O'g'lim, kattalar xato qiladi, kichiklar jazosini tortadi. Unday qilma bolam. Yosh umrini xazon qilma o'g'lim.
aleyküm ve rahmetullah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Dargohida qabul etsin. Xabar bormi Keriman? Yo'q. Ahmoqlik qilmagan bo'lsin-da. Men borib do'lmani isitib turay. Sovib qoldi. Umid sovuq ovqatni yoqtirmaydi. Umid qayerdaligini bilasanmi? Yo'q, og'a. Telefonimni olmadi. Murod og'a, mabodo xabar bo'lsa menga ham aytarsiz. Qattiq xavotirlanyapman. Murod og'a. Tinchlikmi o'g'lim? A? Tuzumsan? Bilmasam onajon. Hayronman. Boshim qotdi. Bu yerda nima qilyapman? Shoshma, tinchlan. Tegma menga. O'zingni bos. Uyingga olib keldingmi? Muxbirlarga ham xabar bergandirsan. Ha, tashqarida kutib turishdi. Vijdonsiz. Nari tur. Qayerdan chiqsa bo'ladi? Telefoningni unutding. Yana hazillashadi yuzsiz. Qizim, ozgina dam olsang bo'lardi, nega turding? Soat necha bo'ldi? Eshik qayerda? Miq etmaydi. Puli ko'p-da. Yaramas. Bolam, o'zingni bos, sal nafasingni rostla. Yarim kechada mashina topa olmaysan. Avtobusda keta olmayman, shunaqami? Unda piyoda ketaman. Telefoning. Qayerdaman o'zi? O'tir mashinaga. Tunda yolg'iz yurish xavfli. Kimsasiz joylar. Chiq deyapman. Sendan battar xatar bo'larkanmi? Xavotirlanma, bir amallab ketaman. Mayli, ixtiyoring. Aytdim, qo'ydim. Shunaqa gaplar, o'rtoq.
Iya, ana unga bir qara. Kim ekan bu go'zal? Yur bu yoqqa. Xo'p, qo'limni qo'yib bor. Tegma deyapman. Kamarni taq. Ana u yigiting xavotir olibdi. Hech qanaqa yigitim yo'q. Senga hisob berishim shartmi? Qani tezroq hayda. Filiz qizim, do'lmani tagini yoq, sovib qolgandir. Umuddan xavotir olgandim. Keldimi? Kelmadi. Tushundim. Biror xabar bo'lsa agar Ferhat. Menga qara domla. Senga eshigimizni ochdik. Evaziga nima qilding? Murod og'a, noto'g'ri tushunyapsiz. Umudga befarq emasman og'a. Befarq emasman degan. Xo'sh, shunchalik ekan. Nega qilayotgan ishini menga aytmading? Ofarin sizga. Oqibatini bilasanmi? Bilmaysan. Jahl ustida bir balo qilgan bo'lsa-chi? Befarq emasmish. Umudning yonida boshqa ko'rmay. Murod og'a, Umud bu ishlarni siz uchun qildi. Sug'urtachilar zararni qoplashmagach, kredit olganingizni eshitib yordam bermoqchi bo'ldi. Maqsadi sizga ko'maklashish edi. Shu yerda tushaman. Bunchalik pushaymon bo'larkansan, nega taklifimni qabul qilding? Sababini bilasan. Sug'urtachilar zararni qoplashmaganini aytish uchun kelmaganmiding do'konga? Oilamga birinchi marta yordam bermoqchi edim. Afsuski qattiq adashdim. Umud. Sen bilan bu tarzda uchrashmaganimizda qani edi?
Yaqinroq kel. Men uchun qilibsan-da. Oilamiz uchun qildim. Meni kechir. Qadrdonim. Xayrli tong, dada. Salom o'g'lim. Tushuntirib berasanmi? Nega bunaqa ahmoqlik qilding? Bo'lmadi deb faraz qilamizmi? Men faqat haligi Seni yaxshi bilmas ekanman. Dada. Bu Umutning xatosi emas. Hammasiga men aybdorman. Meni xatoyim bu. Xush kelibsiz Esra xonim. salom. Yaxshimisiz? Xonangiz tayyor. Kelishingizga ochtirib qo'ygandim. Marhamat. Kiravering. Nasıl? Qalay, Beğendiniz mi? ma'qulmi? Judayam chiroyli. Bunchalik bo'ladi deb o'ylamagandim. Kenan Bey, bitta iltimosim bor. Eshitaman. Singlim masalasida. Xavotirlanmang Esra xonim. So'rashingizni sezib allaqachon hal qilib qo'ydim. Yaxshi, katta rahmat. Marhamat, bemalol joylashib oling. Keyinroq bir kirarman. Ko'rishguncha. Xayr. Sug'urtachilar zararni qoplashmagan ekan, nega darrov aytmadinglar? Bu berkitiladigan narsami? Dada, kasalxonadan yangi chiqqandingiz. Tobingiz qochishidan qo'rqdim. Siqilmang degandim. Falokat bir boshlansa, ketma-ket kelarkan. O'zim amallarman deb o'ylagandim, ammo ovora bo'lganim qoldi. Men ham bunaqa bo'lishini xohlamagandim. Ma'zur tutasiz. Filizning uyini garovga qo'yib kredit olibsan. Menga bir og'iz aytmay. O'sha uy Filiz uchun juda qadrli edi, Murod. Bilaman, dada. Hechqisi yo'q, dadajon. Bu yog'ini umuman o'ylamang. Demak, Cengizning do'konini ham Filiz ochgan bo'ladi. Ofarin. Filiz. Bu yoqqa yurchi qizim. Ke qizim. Bu nima qilganing, Filiz? Endi qarzimizni qanday uzamiz? Qo'ysangchi, dada. Tur, kiyimingni almashtir. Do'konga boramiz. Muhim gapim bor.
Nima qilmoqchisiz? O'sha do'kon seniki, Felis. Yo'q, dada. Uzr, ammo taklifingizni qabul qila olmayman. Gapimni ikki qilma. Seniki meniki degan narsa yo'q degan sen emasmi? Ammo men Gap tamomi. Men bilan tortishma. Umut opa! Umut opa! Ko'chalardagi hamma suratlarni olib tashlashibdi. Barchasini, birorta ham qoldirmay. Shundoq ham hech kimga ko'rsatmayotgandim o'zi. Labay Umutxonim. suratlarni sen oldirib tashladingmi? Shunisi ma'qul deb o'yladim. Rahmat. Arzimaydi. Ko'zlarimiz yonib turibdi. Demak, avzoyimiz buzuq. Nima gap? Cengiz, do'kon uchun olgan pulingizni dadamga zudlik bilan qaytaring. Yo'q, Ayshen. Yuziga tarsaka tortgandek bo'lmaylik. Yaxshi emas. Jahlimni chiqarmang Cengiz, yo'qsa o'zimga javob bermayman. Sug'urtachilar pul bermagan ekan. Felis uyini garovga qo'yib bankdan kredit olgan. O'sha pul hisobidan bu do'konni ochganmiz. Bor gap shu. Buni ustiga dadam o'z do'konini Felisning nomiga o'tkazmoqchi. Yo'q, bu qanaqasi? Tavba, u yerda seni ham haqqing bor-ku. Esra, do'konga kela olasanmi? Dada. Keling, bunday qilmaylik. Ayshen, Esra, Umut nima deyisharkin? Do'konda hammasini haqqi bor. O'z molim uchun hech kimdan ruxsat so'ramayman. Do'kon endi seniki, qizim. Okan, gaplarimni tushundingmi? Iltimos, oramizda qolsin. Selen, noto'g'ri tushunib, ranjishingni istamayman. Bilaman, tuyg'ularing samimiy, ammo seni faqat sinfdoshim sifatida hurmat qilaman. Bor gap shu. Ma'zur tutasan. Birji, bu yoqqa qara. Nima deysan? Maktabda tadbir bor edi. Nega kelmading? Ko'rib turibsan-ku, ishga keldim. Aytib qo'ysang bo'lardi-ku axir. Xo'p, ishing qachon tugaydi? Bolalarga aytib qo'yaman, repetitsiya qilamiz. Okan, gap bunday. Tanlov, guruh degan narsalar ortiq meni qiziqtirmaydi. Bu nima deganing? Tanlov nima bo'ladi? Aytyapman-ku. Guruh degan narsa yo'q. Qatnashmayman. Vassalom. Og'a, men ketdim. Birji opamni rosa sog'indim. Nega uyga kelmayapti? Haqiqatni aytsam, bobom kasalxonaga tusharmish. Selen opam shunday dedi. Kuchukni yaxshi ko'rasanmi, o'g'lim? Bujon, bir narsa so'rasam maylimi? So'rayver, bo'talog'im. Qulog'im senda. Yolg'on gapirish yomon ishmi? Ha, albatta. Katta gunoh. Aldagan bolalarni tiliga tirsak chiqadi. Unutma.
Tilimda tirsak bormi? Qarachi. Qara. Voy, kuchugim ham sezdi. Qilmishlaringiz uchun uzr so'ragani chaqirganingiz juda qiziq bo'ldi-yu. Birje qalay? Yaxshi, kayfiyati joyida. Bugun uyga jo'natvor. Arazlab yurish jonimga tegdi. Nima gap o'zi? Esra. Dadam do'konni Filizning nomiga o'tkazib bermoqchi. Qanaqasiga? Buvijon, Ha? buvijon bir gap aytmoqchiman. Ha, keldingmi qizim? Kiyimlarimni olib ketmoqchiman. Terlab ketdim. Qo'ysangchi qizalog'im. Nega unday qilyapsan? Bitta uzr so'rasang, noxushlik tugarmidi? Buvijon, Berje opam Selin opamni itarmadi-da. O'zim ko'rdim. Opam o'zi yiqildi. Jon, Opam, agar aytsang bobom kasal bo'lib qoladi, dadam bilan oyim urushishadi dedi. Shunga ayta olmadim. Tilimga tirsak chiqmaydimi endi? Orif, Labbay. yur o'rtoq, seni ham uyingga tashlab qo'yaman. Yo'q do'stim, hali qiladigan ishlarim bor. Mayli, ko'rishguncha. Horma yigit. Ishlar qalay? Puldan chiqar. Senga beradigan pulim yo'q. Shoshma bola, qayoqqa? Ozgina gaplashib olmasak bo'lmaydi. Umut. Avtobusda ko'rinmading? boshqa avtobusda keldim. Umut, mendan xafamisan? Boshqa ishona olmasam kerak. Sizga bir sir aytgandim, Firat. To'g'ri-ku, ammo sen uchun Men uchun bo'lsa ham ishonchimdan chiqdingiz. Uyimizdagilarning tinchi yo'qoldi. Haqiqatni eshitgan dadam otasidan qolgan do'konni yangamga xatlab bermoqchi bo'lyapti. Sababini bilasizmi? Chunki siz sirni ochib qo'ydingiz. qo'rqma, shundoq ham ketyapman. Mendan ranjima. Seni o'ylagandim xolos. Aslida ko'p ham o'ylamasligim kerak ekan. Umut Qoraxonlik shu yerda turadimi? Menman. Bu sizga. Rahmat. Avvalgi guldastalarni ismsiz yuborgandim. Xo'p desang, bu ikkimiz uchun ham birinchisi bo'lsin. Choy ham tayyor. Oling usta. Rahmat, Samad.
Dadajon, ko'nglim chopmayapti. Dada, Filizning gapi to'g'ri. Adashmayapmizmi ishqilib? Bu do'konda qizlarning ham haqqi bor. Buni avvalroq o'ylash kerak edi, Murod. Bandaman. Omonatimni qachon topshirishim noma'lum. Qarz bilan ketishni istamayman. Avval qarzdan eson-omon qutulaylik. U yog'iga nima qilishni o'zing bilasan. Xush kelibsizlar, qizlar. Hech ham xush kelmadik, aka. Dadam nega unday qilyapsiz? Do'konni Filizga xatlab bermoqchimishsiz? Bu yerda hammamizning haqqimiz bor.